alamlarim tuhmatga aylandi. Bir opaxonimizning iltimoslariga binoan sizlarning hukmingizga havola qilmoqdamiz. Kecha qizim yana yig'lab keldi. Kuyovim 3 bolasining ko'z o'ngida o'lasa qilib do'pposlabdi. Ko'zi ko'kargan, qo'llari momataloq bo'lib ketgan bolaginam bag'rimga boshini qo'yib, "Gunohim nima, oyi? Qaysi aybim uchun meni zolim er qo'li bilan jazolayapti taqdir?" deya zor-zor yig'ladi. Uning gaplari yuragimga o'qdek qadaldi. Qizginam, "Sening gunohing yo'q" dedim-u, bo'g'zimni kuydirayotgan so'zni tilimga chiqara olmadim. Bo'g'ma ilondek bo'g'ayotgan vijdonning og'rig'ini jismonan ham his qilib turardim. Ammo jur'at yetmaydimi, yo nomus qilamanmi, na ulardan, na qizimdan uzr talay olaman. Hammasiga yuragimda tugun bo'lib yotgan alam sababchi. Hasadgo'yligim tufayli gunohdan qaytmadim. Begunoh kelinchakka tuhmat toshini otishga botindim. Qaytar dunyoligini, birovning nomini qora qilishning jazosi borligini unutdi. Shohista bilan bir mahallada o'sganman. Qolaversa, sinfdosh bo'lganmiz. Bolaligimdan onam nuqul meni u bilan solishtirardi. Keyin maktabda o'qituvchilar hali orastaligini, hali odobini, hali a'lochiligini aytib namuna qilib ko'rsatardi. Shohistani qara, har tong quyosh chiqmasdan ko'cha-ko'yga suv sepadi. Sening qo'lingda esa supurgi ham turmaydi. Shohista o'rgangan fanni nega sen o'zlashtira olmaysan? Har kuni uyiga chiqib dugonangdan o'rgansang bo'lmaydimi? Shohista chevarga shogird tushibdi. Biram chiroyli ko'ylaklar tikyapti ekanki, bular mening ko'zimni ochmagan, qasdma-qasd ish qilish ishtiyoqini paydo qilgan xolos. Nimaiki qilsam shu qizdan o'zay, hammaning og'zini yopay deya qilardim. Aksiga olib hech omadim kulmasdi. Atrofdagilar esa bizni solishtirishgan edi. Bora-bora uni ko'rishga ko'zim bo'lmay qoldi. U uchun chin, men uchun soxta bo'lgan do'stligimiz shu tariqa yakun topdi. U bir urinishdayoq talaba bo'ldi. Men esa naq 3 yil harakat qilib natijaga erishdim. Eng yomoni esa ko'ngil qo'ygan yigitimning unga mehri tushgani bo'ldi. Suyganim va kuyganimning to'yi kuni yillar davomida to'plangan alam vulqondek ichimda g'alayon qildi. Ammo otilmadi. Taqdirni qarangki, raqibamning qo'shnisiga kelin bo'ldim. Shohista hech narsadan bexabar, men bilan yaxshi muomala qilar, men esa undan qasdimni olish uchun payt poylardim. Uning obro'li joyda ishlashi, erining doim atrofida parvonaligi, mahallada hamma hurmat bilan qarashi battar ichimni kuydirardi. Biroq qo'limdan biror ish kelmas, uni otidan tushirishga qurbim yetmasdi. Vaqt o'tgani sayin esa alamzadaligim ortib borardi. Men o'sha paytlari ichimdagi bu olovning hasadligini tan olmasdim. Nuqul yo'limda to'g'anoq bo'lgan deya uni ayblab, o'zimni jabrdiyda sanab bahona qilardim. Taqdir meni go'yoki shohistaning qo'llari bilan tahqirlayotgandek tuyulardi-da. Kunlardan bir kuni mahalladagi yig'inda ko'rishib qoldik. Ichini yoqay deya bir uy xotinning oldida katta ketdim. O'g'limni uylantirmoqchiman. Hamidulla akaning kenjasini so'rab qo'ydim. Doktor qizcha, biram yaxshi, biram chiroyli. Farida opa farangizni uzatsam, sizdek ayolning o'g'liga uzataman-da deb quvonib qoldi. Sovchilikka borganimda dedim. Atay shohista tomonga bepisandlarcha boqib, uning yo'talib qolganidan esa battar avjlandim. Xudo xohlasa kuzda to'y. Shohistaning rangi bo'zdek oqarib ketdi. Mening yuzimga esa qizillik yugurdi. Mana, uning ham ichi yonyapti. O'zimcha uning parishon bo'lib qolganini alamga yo'yibman. Bir oydan keyin esa tarvuzim qo'ltig'imdan tushdi. Mahallada shohistaning o'g'li Habibning farangizda ko'ngli borligi, ularni tez kunlarda unashtirilishi haqida gap tarqadi. Voy, opa eshitdingizmi? Siz og'iz solgan farangizni shohista opa kelin qilayotgan ekan. Shum xabarni yetkazdi qo'shnim Zulxumor. Voy, dedim. Nimaga endi? Uyatga qolganimdan tanam muzlab, qanaqasiga? Axir men deya indamay qoldim. Shohista keliningni u bu joyga olib borib ko'rdingmi deya gap olish maqsadida
so'z ochdim bir kuni. Ha, o'zi ham shifokor-ku, ko'p narsani tushunadi, biladi, sog'liqlari joyida. Nimagadir bo'lmayapti-da, mayli, o'z vaqti soati bordir, dedi Shohista xotirjamlik bilan. Xafa bo'lma qo'ya, ammo senga ichim achiganidan aytyapman. Ammasi bor-ku Farangizning, maktabda bizdan keyin o'qigan, o'sha ham tug'magan. Bularning qonida bor tug'maslik deya men ham olovga yog' sepmoqchi bo'ldim. Yo'q-a, qo'y, yaxshi niyat qilaylik, Xudo berib qolar. Shundoq yaxshi qiz Farangiz. Buning ustiga o'g'lim ikkisining bir-biriga muhabbatlari yuksak. Pinagini buzmadi Shohista. O'shanda yolg'on gapirib qizini so'rab borganimda Farida opaning yo'q deganini odamlar bilib qolmasa edi deya bir dardim ikki bo'ldi. Xullas, charsillab yonayotgan kuyov kelinni dast ko'tarib atrofida aylantirayotgan Gulxanning tafti mening ichimdagi olovning alangasi oldida cho'g'dek edi. Endi ko'nglimga shu niyat oraladi. Har kuni uzun sochlarini bir o'ram qilib o'rgan chiroyli kelinchak darvoza oldini supurishga chiqqanida qo'ni-qo'shnilar qo'li biram yengilki Shohistaning kelinining deya maqtaganida shum niyatim bosh ko'tarardi. Yashirib nima qildim? Issiq sovuq ham kelinchakka gap o'rgatishim, qaynonasiga yomonlashim ham ish bermadi. Faqat bir ilinj bor edi. Farangizning hech bo'yida bo'lmayotgandi. Endi kunlarim qachon tug'mas kelinni uyiga haydab yuborisharkan degan o'yda eshik poylash bilan o'tardi. Shunaqa o'zi bu ayol. Dunyoning keng joyidan olingan, o'g'li befarzand u parvoyiga ham keltirmaydi deya yana folchiga yugurdim. Borsam, folbinning eshigi oldida Farida o'tiribdi. Salom alikdan so'ng bu qulay imkonni qo'ldan boy bermaslik uchun Faridaga hamdardlik ohangida gap boshladim. Qiz bolaning ishi qiyin ekan Farida. Shular borgan joyda tinib tinchib ketsin deya to'rt tomonga yugurarkan onaizorlar. Shohistani har ko'rganimda o'zimning qizim ko'z oldimga keladi. Nahot unga ham qaynonasi shunaqa munosabatda bo'lsa-ya deb qo'rqib ketaman. Faridaning hayrat bilan menga qarab turganidan foydalanib, yolg'on gapirishdan o'zimni to'xtata olmadim. Tug'mas deya haqoratlashlariga chidab yashayapti qizingiz. O'zi ham juda sabrli qilib tarbiyalagan ekansiz-da, dedim. Eng nozik nuqtasiga zarba berib. O'qim foyda berdi. Farida Farangiz uchun folbinga kelganini aytib yig'lab qoldi. Ammo kun o'tsa hamki na kelinlik uyidagilar Farangizning javobini berishar, na ota-onasi kelib qizini olib ketardi. Oradan 4 yil o'tgach, Habib ikkalasini Rossiyaga ishlashga, shu maqsadda havo almashtirishsa, farzandli bo'lishar degan umidda jo'natadigan bo'lishdi. Oldin Habib ketdi. Keyin ayollar uchun ish bor deya mahallamizdagi xorijda ishlovchilardan biri aytib qolgandi. Men ham Shohista bilan jo'nayman deb turib oldim. Oldinlari ham xorijda ishlab kelib yurganim uchun erim qarshilik qilmadi. O'g'lim, oyi, nima qilasiz? Yoshingiz ham ellikka borib qoldi desa ham ahdimdan qaytmadim. Shohista, kelinim sen bilan bo'lsa, ko'nglim ham xotirjam yuraman deya xursand bo'lgani-ku, aytmasa ham bo'lar. Rossiyaga yetib borgach omadim kelganiga amin bo'ldim. Biz ayollar jamoasida ishlardik. Faqat bittagina haydovchimiz bor edi. Farangiz kun bo'yi ko'z o'ngimda edi. Endi unga qarshi rejalar tuza boshladim. Oxiri jamoamiz boshlig'iga pul berdim-da, Farangizning ustidan tuhmat yog'dirdim. Tez orada u haqida haydovchi bilan don olishadi degan gaplar tarqaldi. Yana bir kun haydovchining telefonini tushlik payti yashirincha olib qo'ydim-da, kechasi boshlig'imiz bilan birga tinimsiz Farangizning qo'l telefoniga xabarlar jo'natib qo'ng'iroq qildik. Oxir-oqibat ertalab Farangiz yig'lab qo'ng'iroq qildi. Xola, erim haydayapti. O'zing ham bolang ham kerakmassan deyapti. Endi orzuim ushaldi. Homiladorman deganimda-ya deb hiqqillab yig'lardi sho'rlik. Men uning homiladorligidan bexabar edim. Tuhmatim natija berganidan bir tomonda xursand bo'lsam, bir tomonda Farangizning ko'z yoshlari yuragimni o'rtardi. Biroq endi ortga yo'l yo'q edi. Qo'shniligimiz yuzasidan Habib bilan bir-ikki gaplashmoqchi bo'lib ko'rdim. Biroq u eshitishni ham istamadi. Nima gapligini so'rab qo'ng'iroq qilgan Shohistaga ham haydovchi bilan bog'liq uydirmani aytib berdim. Tilini tishlab qoldi u ham.
Bir hafta bag'rini yerga berib yig'lab yotgan Farangizga otasi pul jo'natib uyiga qaytarib oldi. Men ham 2 oycha ishlab, oyog'im og'rigach uyga qaytdim. Mana, o'sha voqeadan 5 oy o'tdi hamki, Farangiz ota uyida. Habib esa Rossiyadan kelmayapti. Qishloqda hamma xotini bir rus bilan yurib ketibdi deya, ustimdan kuladi deya, nomusning zo'ridan qayta olmayapti. Shoxsda sho'rlik yig'lab oldimga chiqadi. Yolg'iz guvoh sizsiz, to'g'risini ayting deya Farida ham zorlanib keladi. Farangiz tuppa-tuzuk yurgandi degan gapdan boshqa so'z ayta olmayman. Shu kunlarda ko'zi yorishi kerak bo'lgan kelinchak bolasi tug'ilgach oilasiga qaytishga umid qilib yashayapti. Vijdon azobi eng dahshatli og'riq ekan. Uning davosi tavba va kechirim so'rash. Tavba deya ichimda gunohimdan o'tishini yaratgan so'rasam-da, yonganamdagi qo'shnimdan uzr so'ray olmayapman. Yarim kechasi uyg'onib ketaman-da, tong otsa hammasini shoxsiga aytaman deya o'zimga o'zim so'z beraman. Ammo ertalab yana bu niyatimdan qaytaman. Axir nima degan odam bo'laman? Hali kelin tushirib yana bir qizimni uzatishim kerak. Tuhmatchi hasadgo'yligimni bilganlar men bilan quda bo'larmidi? Xullas, yuragim yonib, vijdon azobida qovurilib sizga bo'lib o'tgan voqeani yozyapman. Siz muxlislaringizga havola qiling iltimos. Balkim o'qib qolishar, yana mendek alamzadalar to'g'ri xulosa chiqarishar. Shoxsda kechir meni. Yillar davomida sening mehringga zahrim bilan javob berib keldim. Farangiz begunoh farishtadek kelinchak, oldingda gunohim katta. Nomingga dog' tushirdim. Ona bo'lganingdan keyin oqlanishingga ishonaman qizim. Habib bilan erkaklik g'ururi sabab ayolingni kechira olmayapsan. Ishon, u farishta, u vafodor. Kechiringlar meni.